Maqsad pul. Assalomu alaykum. Salom. Ismingiz nima? O'ringul. O'ringul opa. Hayotda eng go'zal maqsadingiz nima bo'lgan? Yaxshi yashash, Faqat bolalarning rohatini ko'rish. ochcham bormi? Voy zo'ri bor. Zo'rimi? Hozir Zo'ri bor. qaynonangizchi? Qaynanam ham bor, xudoga shukr. Qaynonangiz? Ishga kirdi. Ha. Pochchangiz hozir telefon qilib, uni yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Bo'yiga aytaman. Marhamat esa bir ko'raylikchi. Yomon gapiraveradi. farqi yo'q. Telefonim Tin qani? degan yozuvni qo'y. Idi deversa xafaman. Alo. Dadasi? Sizni qancha yaxshi ko'rishimni bilasizmi? Shu sizni sevishimni biling degandim-da. Ko'rsatuv bo'lyapti. Yo'q, nima? Ko'rsatuv bo'lsa aytamanmi? Hamisha aytaman-ku, buni yotganda ham, turganda ham. Maqsad pul. Bir umr sev, bir kunlik sevmadini. Yaxshi kunda, yomon kunda, ko'ksingda saqla meni. Ko'rishingizda faqat pul so'ragansizmi deyman-da. Maqsadingni aytaver deydi. Insonlarga nima maslahat bera olasiz hayotiy jihatlardan, oila jihatidan? Hozir ajrimlar ko'payib ketmoqda. Maqsad chidash kerak, sabr qilish kerak, ishlash kerak. Shu. Tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsa ishlash kerak, bo'ldi. Ishlaringizga omad, savdangizga rivoj, sizga esa baxt, omad tilab qolaman.